Nimaga ayrim boshlang'ich treyderlar yaxshi signallardan ham zararda chiqishadi? Kelinglar sabablarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi noto'g'ri entry qilish. Ko'pchilik zona berilgandan keyin zonaga endi kirishi bilan full marjada riskka borishadi. Bu narsa xato. Agar sizni balansingiz kichkina bo'lsa va zona kattaroq bo'lsa, zonani oxiriga kelguncha уже siz slif bo'lasiz. Shuning uchun men sizlarga berilgan zonaga piramida shaklida kirishinglarni maslahat beraman. Misol uchun zonaga endi kirgan paytda 2 ta сделка ochasiz, yana 10 pips yurgandan keyin 4 ta сделка ochasiz, undan keyin 8 ta mana shunaqa qilib ko'paytirib borasiz. Shunda siz riskingiz to'g'ri taqsimlanadi va zonani ichida 20 pips yurib bersa ham siz уже plyusda bo'lasiz. Ikkinchisi signal yozilgan vaqtga e'tibor bermaslik. Hali tajribasi bo'lmagan treyderlar zonani kech ko'rganligi uchun o'sha ishlab bergan zonalarga entry qilib qo'yishadi. Shuning uchun signal tashalgan vaqtga e'tiborliroq bo'lishinglar kerak. Agar orasida 2-3 minut farq qilsa, har zonaga kelmagan bo'lishi mumkin, entry qilsanglar bo'ladi. Uchinchi sabab zonalarni qaysi strategiyaga asoslanib berilganligini bilmaslik. Bu sizni stop loss va take profitlarni aniq bilmasligingizga olib keladi va qayerda chiqishni bilmay qolasiz. Agar siz sohada yangi bo'lsangiz va signallar bilan ishlashga qiynalsangiz, meni Telegram kanalimga o'ting. Men u yerda sizga to'g'ri entry qilishni o'rgatadigan qo'llanma joylab qo'yganman.